Sizu biz yashayotgan olamda yigitlarimizning shijoati-yu, qizlarimizning go'zalligiga qiyos ko'p ekan. Ammo onaning mehriga qiyos izladim. Serhosil zaminni, beminnat quyoshni, haybatli tog'larni taqqoslab ko'rdim, javobni onajonimning ko'zida ko'rdim. Tuproq nima? Saxovat pesha bo'lgani bilan suvga muhtoj yashaydi. Bir kun sug'ormasangiz hosil nasiyaga qoladi bechora volida. Hafta, oy, yilda bir ko'rsada jigar porasidangina qilmaydi. Hatto arazlashni qoyil qilmaysiz ona. Kuni bo'yi charog'onlik ulashgan quyosh kechga borib oshiqadi yotog'i tomon. Zimiston tun shahar uyquda faqat bizning onajonimiz o'tirar bedor. Hozir bolam keladi deya. Tog' qudratchi zirabcha bizni qo'limizga kiribdi-yu, onam dodlaydi. Haybatli tog'larning sabri ona bardoshining oldida zirabchidek kelarmikan? O'ylashimcha yo'q. Munis onajon, mehribon onajon yil davomida 365 kun, 12 oy, 24 soat farzandlaringizga mehr beradigan va bor yo'g'i bir kun e'tibor topadigan bugungi to'ylaringiz muborak bo'lsin.